Assalamu alaykum Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən təsdiqlənən Tor televiziyasınınki bugünkü Naq Meydan söhbət proqramımıza xoş gəldinizlər. Əziz qarindaşlar, mən Fərhad Yurunqaş, Abdulla həmənizlərni yürekdən salamlayman. Muşu vaxtınızlar xeyirlik bolsun. Əziz qarindaşlar, sizlər görüb atqan Dünya Uyğur Qurultayının Tor televiziyası xalqımızınki ortaq sadası, qalb sirdishi, şundaqla bütün xalqımızınki ortaq mal mülkidən ibarət. Əziz qarindaşlar, Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyası tərəfindən berilgan, taqtilgan bütün proqramlarni sizlər görüb atqan şu Facebook səhifəsi arqılıqla emas, yana YouTube arqılıq və Tor televiziyasınınki məxsus Tor közününki Dub Center Tor adresindən, Tor beketidən sizlər bütün proqramlarını toluq görələrsiniz və proqram axırda Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasınınki Facebook adresi və məxsus Tor adresi ekrana kilidi və şu ekrandakı adres boyunca əziz qarindaşlar Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının bütün proqramlarını toluq görələrsiniz. Əziz qarindaşlar, sizlərə məlum ötən ildən bu yan Müstəbit Komissiyası Xitay hakimiyyəti Şərq Türkistan xalqıga qarşı yürgüzüb atqan irqi qırğınçılığı səbəbindən bulubmu Şərq Türkistanda təsdiqlanan bu İkinci Dünya məzgilidəki Hitlerninki Nazi kampları qoşub getilgan bir yerdə cəza lagerləri səbəbindən xalqara cəmaətçilikninki güclük besimiga, tənqidiga, ayblashib uçurğaydı. Əziz qarindaşlar, sizlərə məlum ötən il 8-ci ayda Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı ninki irqi ayrımçılıqqa qarşı duruş komitetinin 96-cı növbətlik umumi yığınında Müstəbit Komissiyası Xitay hakimiyyəti bu cəza lagerləri məsələsi tüpəylidən BDT'nin qattiq sual-soraq qilishigə uçurğan və ayblashigə uçurğan və Şərq Türkistanda 1 milyondan artıq Uyğurның cəza lagerlərində tutub turulub atqanlığı və cəza lagerlərində qattiq qiyin qıstab uçurab atqanlığı və hətta nurgun Uyğurların cəza lagerlərində həyatının ayrılğanlığına aid məxsus BDT tərəfindən bir doklad elan qılınğan və bütün dünya mətbuatları bulub Qərb mətbuatlarında bu dokladını əsası mənbə qılıb durub kən küləmdə bu cəza lagerləri məsələsi haqqında yəni kən küləmdə xəbər verilgan. Şundaqla ötən il yana Avropa Parlamenti Müstəbit Komissiyası Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistan təsdiqlagan cəza lagerləri və Uyğurlar qaratqan zulm, besim və qırğınçılıq siyasətini ayıplab 15 moddəli qarar çıxarğan. Şundaqla Amerika Avam Palatası ilə Kengaş Palatası əzalarınınki birləşib bu Amerika Kongresiga Uyğur kişilik hüquq qanun layihəsi, yəni Uyğurlarni qoğdaş qanun layihəsi sunulğan və keyni-keynidən 2 qitim qanun layihəsi sunulğan və Amerika Avam Palatası, Kengaş Palatası, Kongressdə və Amerika Tashqi ishlar ministerligida yapırilgan guvalıq beriş yığınlarında keyni-keynidən Komissiyası hakimiyyəti qattiq ayıplangan, tənqidlangan. Şundaqla Amerikanınki yuqori dərəcəlik əməldarları Amerika Magnitsky qanunu boyunca Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistan yürgüzgən cinayət qilmishləri üçün bəzi Xitay rəhbərlərini cəzalaş və onları embargo yürgüzüş məsələsi müzakirə qılınğan. Müstəbit Komissiyası Xitay hakimiyyəti özü duş gələn bu qattiq besim tüpəylidən bir yerdə ötən ilin axırından başlap yalğan mənzərə yasab çıxıb, bir yerdə özünün cinayət qilmishlərini yuşurish üçün, özünün cinayət qilmishlərini aqlash üçün bir yerdə qandaqdır Şərq Türkistanda kəsb cəza lagerləri yox, kəsb öyrəniş mərkəzləri var, iş quruluşdan burun degəndək bir saxta şoğanını kötürüb çıxdı və bir yerdə bir saxta mənzərəni hazırladı və özünə aqlash üçün bir yerdə özü ilə biraz yaxın bolğan bulubmu asaslığı İslam əllərininki bir qism diplomatların sizlərlə xəbər olunur. Ötən il 12-ci ayının 28-ci gündə 30-cu güngacha Komissiyası Xitay hakimiyyəti bu yerdə Rusiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Hindiston, Pokiston, Indoneziya, Malayziya, Afg'oniston, Tayland, Kuvayt qatorliq 12 davlatninki diplomatlarini və bir qism chet el matbuotining Sharq Turkistonga birib u yerdagi atalmish tarbiyalash markazlarini ziyorat qilishiga ruxsat qilgan. Uningdan keyinla uning ulatli Xitoy hukumatı bu yil 9 yanvardan boshlab yana Turkiya, Misr, Pokiston, Afg'oniston, Bengal, Sri Lanka qatorliq 6 davlatninki bu yerda muxbirlarini yana Sharq Turkistonniki janubiy rayonlari, Xotan, Qashqar qatorliq rayonlardagi atalmish Xitoy yasab chiqqan saxta kasb o'rganish markazini ziyorat qilishga yo'l qo'ygan. Bu davom qilyapti. Yani Müstəbit Komissiyası Xitay hakimiyyəti bu yerda G'arb dunyosiga qarshi islom əllərini qo'llayapti və islom dunyosining matbuotlari orqali, hukumatlar orqali o'zining jinoiy qilmishlarini yushirib, ularning og'zi orqali o'zini oqlashga tirishyapti. Yana diplomatiya jihatdan bir qaytarma hujumga o'tdi. Shuning uchun 2019-yil kirgandan buyon Dünya Uyghur Qurultayı o'zininki islom əlləridagi faoliyatini bu yerdagi Uyg'ur davosining taraqqiyot tiziltishni asosiy maqsad qildi, asosiy xizmat programmasi qildi. Shundaqla bu yerda Müstəbit Komissiyası Xitay hakimiyyətining bayman yuqori deb o'tgandek, bu yerda islom əllərininki
ko'zini bu yosh uchun olib berayotgan bu qilmishini suiqasdini fosh qilish uchun maxsus bir hay'at bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijro komitetining raisi Umar Qanat, Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetining mudiri Turg'unjon Alovdin hojim, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy ishlari komitetining mudiri Ilshat Hasan Ko'kböre efendilerden tarkib topgan hay'at bu yıl 14 yanvardan 18 yanvargacha Malayziya ve Indoneziyani ziyaret kıldı ve kandidat uçuruş yapmadı ve Turg'unjon hojimlar tünögün ziyaretini aklaştırıp tünögün takip kaytıp geldi. Şunun için bu cihatlardan etraflı malumat kılış için bugün Turg'unjon hojimni Atay'dan stansımızga teklif kıldık. Hürmetli Turg'unjon hojim, Atay'ın vaktinizni çıkarıp ziyaretimizi kabul kılganlığınız için size köp rahmet. Harmagaysiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmet. Az qarindoshlar, Turg'unjon hojimni ko'pincha Tunisda boydab o'tganda hozir Sharq Turkiston O'limalar birligininki muavin raisi o'zi, shundaqla hozir Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetininki mudiri o'zi ilgari Al-Hazarda o'qigan bizningki diniy o'limalarimizdan biri. Xo'sh, Turg'unjon apandim, endi men deb o'tdim. Sizler bu qatam bu 14 yanvardan 18 yanvargacha Malayziya ve Indoneziyani ziyorat qildinglar. Endi Xitoy hukumati o'tgan yil 12 yanvar 28 kunda 30 kunigacha Sharq Turkiston ziyorat qilishga yo'l qo'ygan davlatlarning ichida bu Malayziya bilan Indoneziya bor, bu ikki davlat bor. Bu sababdan mesela Xitoyninki bu suiqasdini, aldamchiligini fosh qilish nima asosiy maqsad qilib bu yerga bordinglar. Malayziyadagi ziyoratinglar qanday bo'ldi? Bu yerdagi Uyghur davasının ta'siri qanday, Uyg'urlarga bo'lgan mayli avom xalqning bo'lsin, hukumat tarafdan bo'lsin yoki diniy jamiyatlarning bo'lsin, ular zaten Xitoyning bu ta'til tashviqotiga ishonganmi? Bu jihatda bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz qarindoshlar, bu qatimqi Malayziya va Indoneziyadan iborat islom dunyosining eng ko'p nüfusini tashkil qilgan bu ikki davlatni qilgan ilib borgan ziyoratimiz nihoyatda qutlug' bo'ldi. Chunki biz borgandan keyin biz rasmiy davlat rahbarlari ve ommaviy tashkilot rahbarlari bilan ko'rishdik. Başta baş minister yardımcısı Malayziyaning Wan Aziza Hanım ve Diniy ishlar ministri Mujohid efendimle bizni qabul qilgan bo'ldi ve bizga bundan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi orqali bizning xalqimizning chekayotgan azob uqubatlarini davomli anglab turishni xohlaydiganligi ve qo'ldan kelishicha yordam qilishni xohlaydiganligi ve bir musulmon qarindoshlik majburiyati deb qaraydiganligini ifodaladi. Bu demek bizning xabari bor. Yaqinda biz berishdan burun Malayziya, Indoneziyada keng ko'lamli namoyishlar olib berildi. Bizning vatanimizdagi xalqimizning chekayotgan bu azob uqubatlari bo'libmi, lagerlarda tatiyotgan jafo mushaqqatlari, azob uqubatlari haqida, ya'ni bunga qarshi norozilik bildirish namoyishi bo'ldi. Va shundan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi ve başka teşkilatlar rehberlerini çağırıp bularning sizlarning öz ağzınlardan biz anlaylı. Çünkü biz hazırgacha bir taraftan Xitoyning degan gap so'zlari va Xitoyning bergan ma'lumotlariga asoslanib keldik. Yana bir taraftan media, yani gazete, jurnallar, sosyal medyadan ibaret bu teşviqat vasıtaları arkalık sizlerinin ahvalınlardan haber tapqandık. Biz endi sizlerinin hakiki öz ağzınlardan anlaylı deb şuna sizlerini çağırdık dedi. Hakikaten biz o qarindoshlarımızga dedik ki biz endi Xitoy İslam dünyasına nispeten ikki yuzlamachilik siyaset etmadi. Çünkü chet eldeki Xitoy sirtidagi musulmonlarga nispeten biraz hiyligarlik bilan ularga mayli diplomatik, iqtisodiy ve siyasi jihatdan qo'llagandek şekilde, yordam qilgandek şekilde ko'rindi. Amaliyotda bir yeterli yordam emas, bu fakat aldamchilikdan iborat.
Mesela Filistinni qo'llagandek bo'lib ko'rindi va undan boshqa ba'zi islom davlatlarini yaqindan Pokistondek davlatlarga yordam qilib iqtisodiy jihatdan ko'p taraqqiy qilishiga yordam qilgandek ko'rindi. Amaliyotda bu Xitoyning bu yordami, bu qo'llagandek ko'rinishi albatta ichidagi musulmonlarning bo'libmi Uyg'ur musulmonlarining u yerda tortayotgan jafo mushaqqatlar, dard alamlarini yoshirib qilish maqsadida qilgan. Uni hech qachon bir musulmonlarni yaxshi ko'rganlikdan, musulmonlar bilan do'st bo'lib o'tishni xohlaganlikdan bu yordam qilganlik emas. Amaliyotda ichida qilayotgan musulmonlarga qarshi, bo'libmi Uyg'ur musulmonlarga qarshi elib berayotgan vahshiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatini yoshirish uchun qilgan deb biz bu ahvollarni tushungandan keyin ular texmo bizga bo'lgan hissiyotining kuchayganligini ifodalagan bo'ldi. Demak biz Xitoyning bu hilgar siyosatini ancha muncha his qilgan, ammo sizlarning og'zinglardan anglab biz Xitoyga bo'lgan g'azabimiz toshdi va sizlarga bo'lgan hissdoshligimiz texmo kuchaydi. Bundan keyin qandoq yordam talab qilsanglar, mayli siyosiy jihatdan va moddiy jihatdan qaysi tarafdan bizdan yordam talab qilsanglar, biz hozir deganlikni ifodalaydi. Turg'unjon hoji, masalan sizlar bu Malayziyadagi ziyoratingiz jarayonida Malayziyada bir 20 ga yaqin buyoqdagi diniy tashkilotlar, ommaviy tashkilotlar birlashishlar, ya'ni dunyo qurultiyi hay'atining tashabbuskorligi bilan bu yerda Uyg'ur do'stlik gruppasi qurilibdi. Muborak bo'lsin. Haqiqatan millatimizga nihoyat foydali va xalqimizni suyundiradigan bir muhim bir ahvol. Bu haqda bu shu Uyg'ur do'stlik gruppasining qurilishi, buningki vazifasi, maqsadi haqida bir tushuncha bergan bo'lsangiz, Malayziyada qurilgan Uyg'ur do'stlik gruppasi. Malayziyada degandek biz davlat rahbarlari bilan ko'rishib bo'lgandan keyin Malayziyadagi eng chong islom tashkilotlarining birlashgan bir chong yig'iniga qatnashdik. Bu yig'inda bizning xalqimizning chekayotgan azob oqibatlari, tortayotgan jafo mushaqqatlari va uni hal qilish choralari va qaysi shaklda yordam qila olamiz, qanchalik yordam qila olamiz degan masala haqida muzokara bo'lib o'tdi. Bu muzokaradan keyin biz bir amaliy shaklda bir ish qilaylik. Unda bo'lsa bir rasmiy Uyg'urlarni qo'llash gruppasi quraylik deb 18 tashkilot birlashib bir Uyg'urlarni qo'llash, Uyg'urlarga yordam qilish bir guruh qurilgan bo'ldi. Ya'ni bizning berishdagi maqsadimiz asosliq faqat bir ziyorat qilib, bir ko'rishib, bir rasmga tushib, bunda bir aylanib o'tib ketish emasdi. Bizning maqsadimiz shunday bir amaliy bir ish qilib, ashular bilan davomli aloqa qilib turadigan, ashular bilan davomli berib kelish qilib turadigan va xalqimizga nisbatan amaliy bir ish qilib bera oladigan bir holatga akilishdi maqsadimiz shu qarindoshlarimizni. Haqiqatan degandek bu birlik qurilgan bo'ldi, ya'ni bu Uyg'urlarni qo'llash guruhi. Bundan keyin biz dunyo qurultiyining rahbarlari davomli aloqa qilib turamiz. Ularmi shuni talab qildi bizdan. Bu aytdi muhim bir hodisa bo'ldi. Haqiqatan Malayziyadagi bir davlatda endi bu Uyg'ur do'stlik guruhining qurilganligi, masalan 18 uyadagi diniy tashkilot va ommaviy tashkilotlarning birlashishi bilan bu haqiqatan muboraklash tegishli, suyunishga tegishli bir hodisa. Turg'unjon hoji, masalan endi bu o'tganda bu Indoneziyaning 10 shahar, Indoneziya siz yaxshi bilasiz, islom davlatining ichida nopos eng ko'p davlat va yaqinda shu Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur musulmonlarga qaratayotgan jinoiy qilmishlari, qirg'inchiligi va jazo lagerlari masalasi tufayli uni norozilik bildirib, Indoneziyaning 10 necha shaharda bir vaqtda ming'lagan odamlar qatnashgan, yerli xalq qatnashgan Xitoyga qarshi norozilik namoyishlari bo'ldi. Bu butun Sharq Turkiston xalqini intayin suyundirdi va mustabid kommunist Xitoy hokimiyati intayin kuchaytirdi hamda shu sababdan Xitoy hukumati o'tkazildi. Tunji qatim chet el diplomatlarining Sharq Turkistonga ziyoratga berishini ruxsat qilgan vaqtida bu Indoneziyaning diplomatlarini berishiga yo'l qo'ydi hamda. Bu masalan Indoneziyadagi ziyoratinglar qanday bo'ldi? U yerda ular masalan Indoneziya diplomatlarining Xitoyga berib u yerdagi atalmish yasab qo'ygan saxta
kasb o'rganish markazlarini ziyorat qilib kelishi bu Uyg'urlarga bo'lgan ishonchisiga bir salbiy ta'sir ko'rsatdimi va yoki Xitoyning zulmiga nisbatan bir gumoniy tuyg'u shakllantirdimi? U yerdagi yerli xalqning diniy tashkilotlarning qo'llashi qanday? Nimalarni his qildinglarmi Indoneziya ziyorat jarayonida? Indoneziya ziyoratimiz ayt uftoqliq bo'ldi, chunki Indoneziyadan bizni rasmiy shaklda dastlabda Diniy ishlar ministrligining islom diniy ishlariga mas'ul muavin ministri bizni qabul qilgan bo'ldi. Undan keyin Indoneziyaning eng chong yordam qurilishi bo'lgan, yordam organi bo'lgan Vaqflar mudirligining boshlig'i bizni qabul qildi. Va undan boshqa ommaviy tashkilotlardan Muhammadiya deydigan bir 3 million a'zosi bo'lgan tashkilot bor ekan. Undan boshqa yana Nahdatul Ulama deydigan ulamolar birligi Indoneziyaning. Yani bu tashkilotlar va davlat rahbarlari bizni qabul qilib, bular dedi, endi Xitoyning biz bu undaq aldamchilik siyosatini his qildik dedi. Hakikaten berib ularga degandek shundaq rohat yashayotgan, usul o'ynayotgan, zodi xotirjam yemek içmekleri joyida, shundaq yaxshi kasblarni o'rganib kelgusidan istiqbol bo'lgan yaxshi ishlarga o'rinlashadigan shaklda mundaq aldamchilik bilan ko'rsatganligini ularni his qildik dedi. Chunki bu Xitoyning bundaq qilganligini biz azaldan biz bilatdik dedi. Chunki Xitoyning hech qachon bir haqiqiy bir yuzini boshqalarga ko'rsatmaydi deydi. Xitoy davomli har qanday mayli ishlab chiqargan narsalarda bo'lsin, mayli boshqa bir munosabatlarda bo'lsin, bu Xitoy bizga haqiqiy bir yuzini ko'rsatmaydi. Shuni qarab bizmi u yerda u insonlarning yasalma ekanligi, bir teatrdan iborat ekanligini biz his qildik. Chunki bu insonlarning chiroyidan chiqib turdi deydi. G'amkinligi, u yerda azob oqibat chekkanligi. Yani bir mezgil chiroyli yasab uni oldiga chiqarib qo'ygan bilan ular xudalik usul o'ynasin, majburiyatda o'ynayotgandek, kulsimi majbur kulayotgandek, masjidlarga deydi, shu odamlarni majburlab akirgandek, masjidga degan ixtiyoriy xohlab namoz o'qig'ili kirdi insonlar amaliyotda. Ammo deydi, u masjidlarni ko'rsatdi deydi, shu odamlar qarshi majbur akirgandek, askariy harbiy sabki tizilgandek shaklda deydi insonlarning namoz o'qish, ibodat shakllari. Yani u yer ibodat deganda rohat Alloh uchun xushu bilan Allah bütün hissiyatını Allah'a atagan şekilde kılınganlığı elbette dinimizin göstermesi. Ama Xitoydaydı bu yerde kişilerini mecburlap korkutup degandek köz tuş için başkaları moşu şekilde kılıp tiyatro oynap çıkıptı. Biz onu his kıldık. Biz hiç kaçan bu Xitoyning bu aldamçılık siyasetiga aldanıp ketmeymiz. Endonezya xabaringizda bor. İslam dünyasida en nüfusu köp bir devlet. Yani Xitoyning bu ensiraydigan tarafi bu İslam dünyası, yani 1,5 milyar İslam dünyası Xitoyga qarshi qo'zg'alib kelsa, o vaqtida Xitoy u devletlarga sağan mablag'dan ayrilib qoladi, ham musulmonlarning oldida nayti Uyg'urlarga qilgan bu zulm siyosatlari nayti qattiq musulmonlarning oldida rasvochilikqa tushib qoldi. Shuning uchun Xitoy hokimiyati qattiq ansirab, bularni alayda chaqirib, boshda Indoneziya, Malayziyadan va boshqa islom davlatlaridan vakil chaqirib ko'rsatgan. Ammo amaliyotda ular ko'plari ishonmagan. Bo'libmi Indoneziya, Malayziyadan borgan rahbarlar, vakillar biz onun Xitoyning o'ynab chiqqan bir teatr ekanligi, amaliyotda uning boshqacha ekanligini biz his qildik deb shuni bildi. Diğerleri Turgunca hacım, diğerleri ait doğru Xitoy hükümeti hem de garip devletlerden bekrek bu Türk ve İslam ellerden bek ensirey, çünkü üyede halk asasımız var. Türkiye eller öyle halklar öyle biz kan kırındaş. İslam elleri halklar öyle biz din kırındaş hem de üyede. Mesela bu Pakistan'da Xitoyning hem de bu İslam Hazırda bir garip devletinin ki diplomatlarının ki Türkistan'a verişi ruhsat kılgını yok. Bütün İslam elleri ruhsat kılıvatıdı. Yani bir adım Xitoyning İslam ellerinin qozulup ketişinden endişe kılıvatkalı görülüp durdu. Mesela o
Indoneziyadagi namoyish, Malayziyadagi norozilik harakatlari, uningdan Pokistondan bo'ldi, u yerda bola chaqalari jazo lagerlarida tutirilayotgan yerlik pokistonliklar norozilik namoyish o'tkazdi. Qirg'izistonda bir qancha kun burun necha degan qirg'iz qarindishimiz chiqib namoyish qildi. Qozog'istonda norozilik namoyish qildi. Turkiya zaten har kuni, har soatda norozilik namoyishlari bo'ladi. Bu Xitoyni tushishgan bir nuqta. Hozir Xitoy hukumati bu islom allarini g'arb davlatlari qarshi kelyapti. Masalan, Turg'unji Hoji masalan yaqinda shu 9 yanvar dan boshlab bu masalan Turkiya, Misr, Pokiston, Afg'oniston, Bengal, Sri Lanka qatorliq 6 davlatniki muxbirlarni axborotchilarning Sharq Turkistonda ziyorat qilishiga ruxsat qildi. Hamda Sri Lankani hisobga olganda qolgan hammasi Turkiston davlatlarida hamda. Ammo bularning ichida ham xil ko'p qismi berib kelgan shu davlatlarning muxbirlari hozir Xitoyni oqlab ba'zi maqolalarni e'lon qilayotganligi ba'zi uchurlarda ma'lum bo'lyapti hamda Xitoyni oqlayapti hamda. Buning qarshi Xitoyni oqlab berayotgan bu tadbir kompaniyasiga qarshi ya'ni Xitoyga moslashib nimalarni qilishimiz kerak endi? Biz albatta degandek bu bularning Xitoyning aldamchilik siyosatiga aldanib ketgan bir qism qarindoshlarimiz bor. Albatta hammasi aldanmagan bo'lsa-mu, bir qismlari oyadagi teatrni ko'rib, bu Xitoy shundaq yaxshi bularni tarbiyalab qilayotgan o'xshaydi, yaxshi ish qilib berayotgan o'xshaydi deb o'ylab qolgan va bir qismlari endi Xitoydan keladigan manfaat uchun qasddan uning yolg'on ekanligini bilsa-mu, Xitoy ba'zi bir kishilarni, muxbirlarni setib olish orqali o'zini tashviq qildirayotgan bo'lishi mumkin. Ham bizmi shuning qarta tashviqotimizni kuchaytirishimiz kerak. Bo'lib chet el tillarida bo'lgan tashviqotni imkon qadar vatan ichidagi bo'layotgan shu lagerdagi va sirtdagi shu hozir taqilib жүрген kelayotgan shu vaqaliklarni amaliy isboti orqali bizmi shularga sunishimiz kerak. Ham mencha bu hozir Indoneziya va Malayziyadan boshladik islom davlatlarini ziyorat qilishni va ularga dardimizni anglitishni. Va bundan keyin biz yana undan boshqa ko'plagan islom davlatlariga berib amaliy eg'izdan anglitish kerak ekan. Bizga Malayziya, Indoneziyadagi qarindoshlarimiz shunday dediki, biz deydi hozirgi sizdan shu sosyal medyada jiqraq ko'rdik deydi sizning ahvollaringizni, vatandagi qarindoshlarimiz chekayotgan azob uqubatlarini. Ammo biz degandek u yerga bizni apasimi ular bilan ko'rishtirish imkoni bermaydi ekan deydi. Ko'rishtirmaydi, hech kim bilan gaplashtirmaydi ekan deydi. Şoňa endi sizler buni amaliy ahvolni vataningizda bo'layotgan ishlarni sizlar bilasizlar haqiqatini. Şoňa sizler ko'proq bizga mushu haqda bizga ma'lumot yetkazib beringlar hamda rasmiy shaklda deydi. Ya'ni rasmiy organ sifatida dunyo huquqi bizga bu haqda jiq ma'lumot beringlar. Biz sizlardan shuni talab qilamiz. Shuning qarta bizning qo'limizda kuchli dalil isbotlar bo'lgandan keyin Xitoyga bo'lgan diplomatik munosabatlarda davomli sizlarning masalalaringizni o'tirib qo'yamiz dedi. Turg'unji hoji, endi sizning masalan dunyoga mashhur Al-Azhar universitetida o'qigan Al-Azhar universitetida bo'lsin, mayli va yoki boshqa o'rta sharq davlatlaridagi, islom davlatlaridagi Turkiyaning o'ziga olgan davlatlarda bu o'qigan diniy ta'lim tarbiya olgan qarindoshlarimiz va arab tilini yaxshi qarindoshlarimiz va ularga qanday tavsiyangiz bor bu jihatda? Bu masalan bu siz degan bu harakatga qanday moslashish berish kerak? Masalan islom allaridagi Uyg'ur davosini u yerga ta'sir solg'ini oshirish va Xitoyniki abdi bashirasini fosh qilish uchun u qarindoshlarimiz qanday bir vazifa tushidi? Biz qarindoshlarimga qilgan tavsiyam bizga bu davoda hammamizga har qanday bir Uyg'urga mayli diniy jihatdan yetishib chiqqan bo'layli, mayli ziyoli bo'layli, mayli siyosiy bo'layli va mayli tijoratchi bo'layli, mayli kim bo'lishimizning qat'iy nazar bo'libmi hozirgi vaziyatda nihoyatda og'ir vazifa tushidi. Hammamiz, har qandaygimiz bir-birimiz bilan maqom, o'rin yoki gap, quruq gapni talashmasdan biz faqatlam butun kuchimizni Xitoyga qarshi, Xitoyning ilib borayotgan hozirgidek
vahşiy zulmga qarshi hozir masala Uyg'urni butunlay yo'q qilib etish. Uyg'ur degan bir millatni qo'ymaslik. Xitoyning qasdi shu. Bunda sharoitda biz qo'pib o'zaro talash tortish qilib jadal majra qilganning o'rniga qaysimizning qanchalik qobiliyatimiz bo'lsa, qaysi tilni bilsak, shu til bo'yicha dunyoga hozir vatanimizning amaliy ahvolini anglatish, ciddi şekilde bu Uygur halkını, Uygur milletini dünya halkı qutquzib qolmasa, yordam qilmasa, kelgusida bu Xitoy texmi ko'ranlab, texmi haddidan oshib, boshqa xalqlarga tajovuz qilish niyatining borligini biz uni so'zladik. Ya'ni Xitoyning amaliyotda Xitoyning maqsadi vatanimizdagi butun Uygur xalqini va uningdan keyin Xitoy chegarasi ichidagi musulmon xalqlarni uni yo'qotish maqsad. Xitoylashtirish, umumyuzlik bu cho'ng Xitoy millatchiligi siyosat deb berilyapti hozir. Uningdan keyin xalqaro atrofga asta-asta kengaymichilik qilish, shu orqali dunyoda bir super kuch holiga kelish. Xitoyning maqsadi shu. Bunda bo'lgan vaqtida bu dunyo uchun nihoyat xatarlik bu. Biz shu bag'a yerlarimizda qarindoshlarımızga bunu anlattık. Bu Xitoyning maqsadi faqatlam bizni yo'qotib to'xtab qilish emas, bu atrofga kengaymichilik qilish. Biz ularga eslatdik, xabaringizda bor, sizlarga kommunist gerillalarni, kommunist unsurlarni kuchkutib Indoneziyada nihoyat cho'ng qalaymiqanchilik qilgan, Malayziyada nihoyat qalaymiqanchilik qilgan Xitoy. Buni eslatib turib, biz bundan keyin Xitoy sizlarga albatta bunda xotirjam tinch o'tishingni Xitoy xohlamaydi, chunki sizlar eng cho'ng islom davlatlarining biri. Dedik, shuning uchun bizning qarindoshlarimizdan talab qilindigini biz qo'limizdan nima kelsa, qaysi tilni bilsak, qaysi shaklda bo'lsin, biz dardimizni xalqaro anglatish orqali shu vatanimizdagi ezilayotgan xalqimizni bir kun bo'lsa-mu baldirroq qutqizishga albatta hammamiz harakat qilish hammamizning majburiyati. Men bu yerda bir masalani ta'kidlab qo'yay. Menga jiq Facebook'da jiq fikrlar keldi. Bu bizning bu ziyoratimiz haqida. Bu tashkilotlar ayrim beribdi degan gap so'zlar bo'ldi. Aslida hammaylar birga bormoqchidik. Ba'zi bir sabablardan biz kechikroq bordik, ammo biz borgan yerlarimizda hammamizning gapi o'xshash yerdan chiqdi. Ya'ni hammamizning dardi o'xshash, hammamiz shu vatanimizdagi xalqimizning dardi ahvolini anglatqili keldik. Hammamiz shu xalqimizning ozodligi, erkinligi, mustaqillik uchun kurash qilayotgan tashkilotlar degandek ularga yaxshi tushunchalarni berdik. Buni xalqimizning to'g'ri tushunib olishini umid qilaman. Endi bu yerda putoq chiqarib, boshqa beribdi, boshqa beribdi degandek mundaq gap so'zlar o'tirliqda bo'lib yurmasin. Ve bu diğerler nayet doğru. Dünya Kurultayı'nın kim pozisiyası bir şey var. Hem de mesela Dünya Kurultayı'nın kayıtı siz Ömer Kanat ilişetesen efendimle. Nang bakıtım ki Malaysia ve Endonezya ziyaretinin burun. Mesela Mağrib Cemiyeti'nin reisi İdayetullah Oğuzhan efendim, Ulemalar Birliği'nin reisi Atavullah Şayyar efendim, Muavir Reis Abdüsalam, Doktor Abdüsalam hacımla başladık heyet bağdı bir yere. Onun dekin Dünya Kurultayı'nın sabık Muavir Reisi Tümtürk efendim başladık bir heyet bağdı. Onun dekin Dünya Kurultayı heyeti bağdı. Köprek beriş gerek çünkü bu İslam ellerindeki uyku davasının tesis çaldığında yuqori ko'tarish va Xitoy mustabid ko'misi Xitoy hukumatining islom ellarida bo'layotgan bu ko'z bo'yamchilik, aldamchilik harakatlarini va suiqasdini fosh qilish butun tashkilot Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va boshqa butun tashkilotlarimizning eng asosiy programmalarining biri. Shunga bu yerda qancha ko'p bas shuncha yaxshi, qancha ko'p berib tushundirsa bu shuncha yaxshi. Rahmat Turg'unjon hojim bergan bu atrofli ma'lumotingiz uchun sizga tekrar rahmatimni aytaman. Hürmetli zor köşkler sizlerin kırıvatkanlar Dünya Kurultayı tarafından tasdiqlangan Tor Televiziyası'nınki Nahmeydan Söhbet Programısı. Biz hazır Dünya Kurultayı Dini İşler Komitesi'ninki müdürü hem Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği'ninki Muavir Reis Turg'unjon Alauddin hacim bilen ularınki yakında Malaysia ve Endonezya'da yapılan söhbetleri ve
Dünya Qurultayınınki İslam əlləri və Türk İslam əlləri bunundakı aparılan xidmətləri haqqında söhbət etdik. Əziz qardaşlar, Turnaci Mübayın ait obdan şunu təkildi. Dünya şərtlərdə yapırvatqan Uyğur Milli Hərəkətininki Şərq Türkistan Milli Müstəqillik Hərəkətinin iki çoğun misyonu var, iki çoğun əsaslı vəzifəsi nişanı. Birisi Şərq Türkistan məsələsinin cümlədən Uyğurlar məsələsini xalqaralaşdırışını əməlgə aşırış. Bunun əsasiyyətin bu məqsədimizə yetdik. 49-cu ildən tatıb hazırgacha yapılan tirişçiliklərimiz nəticəsində və xalqaralıq bir məsələyə aylandı hazır. Yeni bir misyonu, yan bir vazifesi chet ellardagi bütün Şərq Türkistanlıklarını mustabid komünist hakimiyeti qarşı təşkilatlandırış. Bulubmu keyingi bir 2 yıldan buyon chet ellarda dunyoning har qaysi ellərdən nurg'unlagan yangi kuchlar o'tirg'i chiqdi, yoshirin kuchlar o'tirg'i chiqdi və ba'zi yangi tashkilotlar orqasidan keyin barliq kelishga boshladi. Bu bizning milliy harakatimizni suyundirdi, dunyo qurultayini albatta suyundirdi. Ammo bu yerda Baya Turg'unjon Hojim deb o'tgandek, bu yerda mayli yangidan o'tirg'i chiqqan siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin, yoshirin kuchlarimiz bo'lsin yoki yangi qurilgan tashkilotlarimiz bo'lsin, hammamizningki o'rtaq nishoni mustabid komünist Xitoy hokimiyatiga qarshi bo'lishi kerak va o'rtaq tushumimiz mustabid komünist Xitoy hokimiyati bo'lishi kerak. Biz milliy manfaatni hammaning ustiga qo'yishimiz kerak. Hamda bu yerda o'qitishlik qilish deganlik hargiz bir-birimizni haqoratlash, bir-birimizga tuhmat qilish deganlik emas. Bu yerda o'qitishlik bir-birimizning kamchiligini, xatoligini ko'z supurish va to'g'ri bir-birimizga to'g'ri yo'lni ko'rsash, xatoliklarimizni tuzish deganlik. Aziz qarindoshlar, bu yerda shunga biz faoliyat yapgan vaqtida xalqaro prinsiplarga, insonlarning haq-huquqlariga, shundaqla o'zimiz turayotgan davlatlarning qonunlariga qattiq amal qilgan asosda faoliyat olib berishimiz kerak. Chunki hammamizning g'oyasi bir, nishoni bir, hammamizning nishoni bir, maqsadi bir. Bunda qo'ygandan keyin biz yuksak manfaatlarimizni, milliy xalqimizning yuksak g'oyasini hammaning ustiga qo'yib, bütün nishonimizni faqatla mustabid komünist Xitoy hokimiyatiga qarshi ishlatishimiz kerak va qaratishimiz kerak va bütün kuchimizni bu yo'lda sarf qilishimiz kerak. Xayr xo'sh aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi suhbat programmamizni nishonat oxirlashtirmoqchimiz. Keyin qatamliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Rahmat.